Ko'rdingmi? Bizni qo'ylar buni keragi yo'q. Nimaga desa, alo erta bilanga osh, obedga chuchvara, obeddan keyin peshinga yana bir bola qilib berish keragi yo'q qo'ylarga. 2 mahal boqish kerak bo'ldi. Qo'ylarni. Kerak emas, bu ham kerak emas. Ano bizni qo'ylar bitta qo'ymay yeydi o'zi. Shunda press yoyib qo'ysa ekan. Agar yemaydigan qo'y bo'lsa, bir haftada olib kelsa, men o'zim shunaqa qilib beraman. Yemaydigan qo'ylarni. Bir haftada 2 mahal ovqatga ko'niktirib beraman. Zo'r semiradi, zo'r effekt beradi. Oson, erta bilan yo maktabga ketyapti, yo ishga ketyapti. Shunday qarab qo'yiladi. Kelgandan keyin mana shunaqa paytda yana bir qator o'tini berib qo'ysa, 10 minut vaqt ketyapti menga. Yemini ham, o'tini ham berishga. Shu zo'r bo'ladi. Keyin bizga obunachilar kerak ekan. Obunachilar sal ko'paysa-ki, yoshlar ko'radi. Nima zavqatimi? Nima edi? Ko'tarilish kerak, ha? Ko'tarilsa, keyin yoshlar qiziqib ko'radi buni.